Assalomu alaykum do'stlar. Men Yusuf Jamshidbek. Chet elda o'qib faoliyat yuritgan shifokorman. Hozirda 2,5 yildan buyon o'zimizda, ya'ni Marg'ilonda ish faoliyatimni olib boryapman. Biz asosan grija kasalliklarini dori-darmonlarsiz va ukollarsiz Yaponiya usuli bo'yicha muolaja qilamiz. Bizda grija kasalliklarini davolashdan tashqari hijoma muolajasi va massaj muolajalari mavjud. Massaj va hijoma muolajalarini erkaklarga erkaklar va ayollarga ayollar xizmat ko'rsatadi. Azizlar, biz qilayotgan muolaja, ya'ni grijani davolayotgan muolajamiz O'zbekiston bo'yicha hali yo'q. Azizlar, hozir sizlar bilan muolaja xonalarimizni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu manual terapiya qilinadigan xonamiz. Manual terapiya va grija kasalliklarini shu yerda davolaymiz, azizlar. Endi massaj xonamizga va hijoma xonamizga sizlarni olib kiramiz. Xo'p, bu massaj xonamiz azizlar, bemalol kelib, chiroyli tarzda, ya'ni pokiza xonalarda olishingiz mumkin. Bundan tashqari esa mana bizda goji terapiya, ya'ni miqli terapiya ham bor. Bunda bemalol turib qon aylanish tizimlarini yaxshilaysizlar va asablaringni bemalol tinchlantirsalaring bo'ladi. Sizda ham bel og'rig'i va grija kasalliklari bezovta qilyaptimi yoki hijoma muolajasini yoki sog'lom bo'lish uchun massaj muolajalarini olmoqchimisiz? Unda bizning Shafi klinikamizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, Shafi klinik bilan sog'lom hayot sari.